Type tool. Type tool Photoshopda juda ham ko'p ishlatiladigan asboblardan biri hisoblanadi. Bu asbobni dizaynerlar juda ham ko'p ishlatishadi. Bu asbobning vazifasi matn yozish. Yangi oyna ochib, bu asbobni tekshirib ko'ramiz. Menyudan File, New, o'zimizga kerakli o'lchamni tanlab, OK tugmasini bosamiz. Bu yerdan qora rangni tanlaymiz. OK tugmasini bosamiz va xohlagan joyga sichqonchamiz chap tugmasini bosamiz va matn yozamiz. Endi boshqaruv panelidan matn turini o'zgartirish ham mumkin. Xohlaganimizni tanlaymiz. Va matn hajmi qanday bo'lishini ham o'zgartirish mumkin. Bu yerda yana matn o'lchovi bor, necha piksel ekanligi. Buni ham xohlagancha kattalashtirib, kichraytirish mumkin. Endi bu yerda matn qirralari qanday ko'rinish bor. Bu yerdan matn oynaning qaysi tomonda joylashuvini boshqarish mumkin. Bu yerda esa rang, matn rangi. Bu yerdan matnni har xil shaklga o'tkazish mumkin. Bu yerda esa matn boshqaruv paneli, matn haqida umumiy ma'lumot bor. Navbatdagi asbob Rectangle tool. Bu asbob to'rtburchak shakl chizadi. Bu asbob asosan dizaynda juda ham ko'p ishlatiladi. Veb-sayt uchun qismlar tayyorlash, menyular tayyorlash, tugmachalar tayyorlashda ishlatiladi. Keyingisi Rounded rectangle tool. Bu asbob ham dizaynda juda ko'p ishlatiladi. Navbatdagisi esa Ellipse tool. Bu asbob ham shakl chizadi. Keyingisi esa Polygon tool. Bu asbob ham dizaynda ishlatiladi. Line tool to'g'ri chiziqlar chizishda ishlatiladi. Custom shape tool. Bu asbob ham juda ham ko'p ishlatiladigan asboblardan biri hisoblanadi. Bu yerdan, demak, boshqaruv panelidan xohlagan shaklni tanlab chizishimiz mumkin. Bu asbob ham dizaynda juda ham ko'p ishlatiladi. Misol uchun